ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova, Markaziy Osiyo pop divasi, betakror ijodkorimiz konsert muborak bo'lsin. Endi mana shu siz ko'rgan go'zal kartinani yaratishga hissador bo'lganlar, bir necha oy ishlagan insonlar borki, tark etmasdan aksicha qarsaklar bilan ularni qo'llab-quvvatlab turamiz. Konsert tashkilotchilari Habibullo Muzaffar va Ilyos Dadaboyev olqishlab qo'yamiz. Bosh rejissyor, kreativ ijodkor Davron Muqimov, xoreograf betakror Parizoda hamda Parizod raqs ansambli Sayyod Azamov, Abdulla Mustafoyev, O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jamoasi, qolaversa Maestro, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin O'raboyev, bravo. Chiroyli liboslar bo'yicha dizayneri Dildora Kasimova va dunyoning lyuks brendlari juda ham yarashgan. Make-up Kamoliddin Nizomov, mamlakatimizning yetakchi teatr artistlari Ra'no Shomirzayeva, Baxtiyor Musayev, Bollivudda Musulmon Yunusov, Ziyoda Normurodova, Sanjar Namozov, Mubina Omajonova, Merdan Medveliyev, Firuza Jumaniyozova, Chiroq ustalari, Prolight suratga olish jamoasi, Mavlyanov Team jamoasi, ovoz rejissyorlari, Iosis kompaniyasi va Dilmurod Matkarimov, axborot hamkori, Milliy TV telekanali, Xalqlar do'stligi san'at saroyi ma'muriyatiga minnatdorlik bildiramiz. Qahramon G'ulomxonov, Havas guruhi solisti, ijodkorlari. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamda Jamshid Umurzoqov, qarsaklarimiz. Ehtirom uchun rahmat, e'tirof uchun minnatdorlik bildiramiz.